Mana akalar o'zlarini ko'rib baho berib, xudo xolasa obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, keyingi ishlarda kuzatishda davom eting. Mana kanallar qo'yib, mana xudo xolasa ideal chiqdi, chotki. Hozir mana yaqinroqdan ham ko'rsatamiz. So'klarni mana suvlari bilan yuvib, mana X-loklaklarini berib, pudralari bilan xudo xolasa mana o'ta go'zal chiqdi mana. Xudo xolasa kimga mana shunaqa ishlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Travertning xizmati nomer qoldiraman, opsiyada xudo xolasa telefon qilaverasizlar mana. Mana tegalarni holati mana. Diyorimizning holati mana. O'ta ideal chiqqan holat mana. Silliq X-loglak berilgan. Xudo xolasa yaltirab chiqqan mana. Pudralari bor beklarimizda. Darvozaxonalarda darvozalar yuvib, mana tegalar holati mana. X-loglakdan keyingi holat mana. Ko'rib baho berishlaring mumkin mana. Ideal holatda mana. Xudo xolasa mana. Darvozaxonalar. Darvozaxonaning ko'rinishi mana. Ko'kak tegalarni yopishtirib. Mana tegalarimiz holati X-loglakdan keyin qanaqa yaltirayapti mana. Darvozaning ko'rinishi mana. Xudo xolasa mana shu ramkalar ichiga mana trafritlarni chiqarib mana. Ramkani ichiga trafrit qilib ketganmiz mana Xudo xolasa. O'ta chiroyli chiqqan. Mana ramkamizning holati. Mana. Bitgan trafritlarni qilib, chiroyli qilib X-loglak deb berib. Ko'rishlaring mumkin. O'ta ideal holatda chiqqan mana. Kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa telefon qilaverasizlar nomerga.